Hazır avgustun ahiri gelse hayalimizde yaz tamam bo'latirganning tuyular. Lekin yoshligimizda avgustun ahiri deganda top toza hayot boshlanatirganning bo'lgan. Nechun desa maktabga kiyim oladigan vaqt edi. Hozirgidan her yili atido giyinishma degan gap yo'q. Bir yil chalur bilan tufli olsang, keyingi yil oq ko'nak bilan papcha olasan. Keyingi yil esa og'angdan o'tgan 12 chiroq kiyimlar. Bozorning o'rtasida hamma o'tib ketib yotgan yerda kardon qog'ozi üstüne çıkıp yechinib giyinadigan ham bizning yoshligimizda bo'lgan. Ota-onamiz tuflini ucuna barmoqini bosib, "Doğrusini ayt, qismadimi?" desa, "Yo'q, yo'q" deradi. Chunki bilardik-da, bir razmer unli tufli olib berish ehtimoli katta. Keyin uni paxtada qilib kiyish kerak. Yani toza tuflini o'zini isi bo'ladi. Hozir dunyoning eng zo'r brendlarini, kuyishlarini olib kiysam ham yangi tuflini isini topib bo'lmaydi. Giyimlarni olgan kundan boshlab to maktab boshlanadigan kungacha her gün bir marta giyib yechinaradi. Eng qiziqi maktabda bir kun qolganda hamma vajni giyib, papkanam yonimizga qo'yib, dong ochishini kutib yotaradi. Shu kuni biza maktab emas, bir bayrama boratirgandek hayajonlanardik shu vaqtda. Bugun xolasak bolamizga boshdan oyoq kiyim olib berib bilamiz. O'zlarimiz shu maktabni vajlarini sotadigan do'konimiz bor. Lekin o'ylab qolaman. Bizda narsalar kamroq edi. Lekin baxt ko'proq edi.